Bugungi mavzumiz avtomobillarning texnik holati va ishlash qobiliyatining ekspluatatsion davrida o'zgarishi. Mavzumiz ikkita rejadan iborat. Birinchisi, avtomobil texnik holatining o'zgarishlarini tasnifla, texnik holatning ishlash davriga qarab o'zgarishi va har bir avtomobilda individual sodir bo'lishi va bir-biridan farqlanishi. Ikkinchi rejamiz tiklanish jarayoni to'g'risida tushuncha, avtomobil ishonchliligi xususiyatlari va ko'rsatkichlari mintaqamizda ishlayotgan avtomobillarning ishonchlilik ko'rsatkichlari. Ma'lumki, har bir avtomobil olib kelingandan keyin ishlatilish boshlanganda unga ma'lum bir texnik yoki ekspluatatsion xususiyatlar beriladi. Bu xususiyatlar masalan yonilg'i tejamkorligida, dinamikaviyligida, yuk ko'taruvchanligida va hokazolarda namoyon bo'ladi. Mana shu ko'rsatkichlar avtomobil asta-sekin ishlatilib borishi bilan yomon tomonga o'zgarib boradi. Endi avtomobilda uchraydigan nosozliklarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ularni kelib chiqish nuqtai nazaridan 3 guruhga ajratish mumkin. Birinchisi konstruksion nosozliklar, ikkinchisi texnologik nosozliklar, uchinchisi ekspluatatsion nosozliklar. Birinchi tur nosozliklarimiz avtomobil loyihalanayotganda, loyiha institutlarida, konstruktorlik byurolarida ish jarayonida sodir bo'lgan kamchilik tufayli kelib chiqadi. Ikkinchisi texnologik nosozliklar. Bu nosozliklar avtomobilni yig'ish jarayonida, avtomobil detallari tayyorlanish jarayonida paydo bo'ladi. Bu birinchi, ikkinchi tur nosozliklarni biz ko'rib chiqmaymiz, chunki u bizning fanimizga aloqasi yo'q. Biz faqat ekspluatatsion turdagi nosozliklarni ko'rib o'tamiz. Ekspluatatsiya jarayonida avtomobilga tashqi muhit ta'sir ko'rsatib, natijada uning detallarining yuklanishiga, holatini o'zgarishiga, yedirilishiga, qizishiga, ximik va fizik hodisalarning o'zgarishiga sabab bo'ladi. Natijada avtomobil ishlay bilish qobiliyatini yo'qotadi. Yuqoridagi o'zgarishlar ekspluatatsiya qilish sharoitlariga bog'liqdir. Ular yo'l, harakatlanish, transport, atrof muhit mavsumiy sharoitlar hisoblanadi. Ularning ta'siri avtomobil agregat va mexanizmlarining tezda ishdan chiqishiga yoki chiroqsiz bo'lib qolishiga olib keladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, avtomobilning texnikaviy holati o'zgarishining asosiy sabablari ishqalanish natijasida uning mexanizm va detallarini yeyilishdir. Ishqalanish bu mexanik qarshilik bo'lib, bir-biri bilan o'zaro birikkan detallar sirtini o'zaro harakatlanishdan kuch hosil bo'lib, bu bir detalni ikkinchisiga nisbatan siqish jarayoni deb tushuniladi. Mana ushbu grafikga diqqatlaringizni qaratishlaringizni so'rayman. Y o'qiga avtomobil detallaridagi yedirilishlarni, X o'qiga avtomobilni bosib o'tadigan masofasini joylashtiradigan bo'lsak, mana shu Y o'qiga joylashtirgan yedirilishimiz mana bu Y chiziq ko'rinishida namoyon bo'ladi. Yangi avtomobil sotib olganimizda, chunki uning detallari hammasi yangi detallardan yig'iladi. Yangi yig'ilgan detallar o'zaro bir-biri bilan ishqalanib, birikib ishlaganda ular o'zaro bir-biriga moslashadi. Mana shu moslashish davri C avtomobilni sinash, chiniqtirish davrida yedirilishlarga sabab bo'ladi. Mana bu nuqtaga kelib, avtomobilga ma'lum bir texnik xizmat ko'rsatish ishlari bajarilgandan keyin avtomobilni mana LN normal ishlash muddati. Mana shu muddat avtomobilni normal ishlash muddati deyiladi. Va mana ma'lum bir nuqtaga kelgandan keyin u keskin yuqoriga chiqadi egri chizig'imiz. Bu avtomobilni yaroqsiz holatga yoki halokatli to'xtash holatiga kelishi mumkin. Mana bu LN chiziqni biz avtomobillarga davriy ravishda ko'rsatilgan texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirib, mana shu muddatni yoki mana shu masofani ko'paytirishimiz mumkin bo'ladi. Ishqalanish ikki turga bo'linadi. Tebranib ishqalanish. Bir jism sirtida ikkinchisining siljib tebranishi natijasida vujudga keladi. Ikkinchisi sirpanib ishqalanish. Bir jismning ikkinchisiga nisbatan sirpanib harakatlanishida hosil bo'ladi. Masalan, tirsakli valning o'zak bo'yinlarida aylanishi yoki shatun kallagining tirsakli val shatun bo'yinlarida ishqalanishi. Yeyilish turlari: mexanik yeyilish, molekulyar mexanik yeyilanish, zangli mexanik yeyilanish, charchashdan yeyilish. Mexanik yeyilish o'zi 3 turga bo'linadi.
abraziv, plastik deformatsiyali mo'rt yeyilish. Abraziv yeyilish detallarda ikki sirt orasida o'tkir qirrali va tirnovchi zarrachalarning ishqalanishidan hosil bo'ladi. Chunki ishqalanib ishlovchi detallar stanoklarda tayyorlanganda ma'lum bir yuza tozaligiga ega bo'ladi. Har qanaqa detallarning tozaligi ma'lum klasslarga javob berish kerak. Avtomobil detallari 7-8 klass aniqlikda tayyorlanganligi uchun ularda detallarda mikro noteksliklar bo'ladi. Mana shu mikro noteksliklar abraziv yeyilish natijasida yeyiladi. Ikkinchisi plastik deformatsiyali. Plastik deformatsiyali yeyilish detallarga zo'riqish bilan kuch ta'sir etib, og'irligini o'zgartirmay, o'lchamlarini o'zgartirish natijasida sodir bo'ladi. Ya'ni yedirilish bo'lmaydi, uning shaklida o'zgarishlar bo'ladi. Uchinchisi mo'rt yeyilish. Mo'rt yeyilish o'zaro bog'langan detallar sirtidagi metall qo'lbogi ishqalanishi va plastik deformatsiya natijasida parchalanib, uning ostidagi uchidan mo'rt o'zak qismining yeyilishi natijasida hosil bo'ladi. Avtomobil texnikaviy holatini o'zgarishiga uning tuzilishi, ashyo sifati va ishlab chiqarish texnologiyasi, yonilg'i, mo'ylash ashyolarining sifati, avtomobillarni ishlatish sharoiti va texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlarining sifati katta ta'sir ko'rsatadi. Avtomobillar tuzilishini takomillashtirish detallarni yeyilishini kamaytiradi, ishonchliligini va uzoq ishlashini oshiradi. Masalan, dvigatelga inyektsion mo'y tozalagichning o'rnatilishi 98-99% changni ushlab qolishni ta'minlaydi va xizmat muddatini 2 barobarga oshiradi. Ashyo sifati unga mexanik va issiqlik ta'sirida ishlov berilishi yeyilishning kamayishiga, avtomobildan foydalanish muddati va davrining uzayishiga sabab bo'ladi. Masalan, dvigatel silindridagi devorlarni yeyilishga chidamliligini oshirish uchun legerlangan cho'yandan tayyorlangan va yuqori darajadagi zanglashga chidamlilik xossasiga ega bo'lgan qisqa gilzalardan foydalanganda silindrlar devorini 2,5 barobarga kamayadi. Detallarni tayyorlashda legerlangan po'latlardan foydalanish va sifatli ashyolarni ishlatish yeyilishga chidamlilikni hamda dinamik zo'riqib ishlashga qarshilikni kuchaytiradi va charchash chegarasini o'zgartiradi. Avtomobillarni foydalanish sharoiti bu 5 ga bo'linadi. Ish tartibi, iqlim sharoiti, yo'l sharoiti, haydash sifati, texnik xizmat ko'rsatish sifati. Yo'l sharoiti avtomobilning ish tartibi uning ishlashini turli harakat tezliklarida va yuklanishlarda vaqt oralig'ida ifodalaydi. Avtomobil ishida ko'p marotaba qisman tezlikning oshishi va sekinlashishi kuzatilib, bu hol o'zgaruvchan rejim deyiladi. Agar belgilangan masofadagi avtomobil harakatdagi yetaklovchi g'ildiraklarga qo'yilayotgan tortish kuchi va tezligi o'zgarmas bo'lsa, bunday ish rejimi o'zgarmas deyiladi. Avtomobilning o'zgaruvchan rejimda ishlashi detallarning tez yeyilishiga va yonilg'i sarfini oshib ketishiga olib keladi. Yo'l sharoiti harakat tezlanishini, burilish radiusi, qoplamalarning tekisligini, balandlik va qiyaliklarning kattaligini, yo'lning qurilish sifatini ifodalaydi. Avtomobil asfalt yo'lda yurmay, tuproqli, notekis yo'lda yurganda tirsakli valning aylanchlar soni ortib, shu bilan bir qatorda ulashish nuqtasini, ulashlar soni, harakat tezligini qo'shib ajratishlar, harakatni sekinlatishlar sonining ortishi natijasida yonilg'i sarfi ham 10 barobar va undan ham oshib ketadi. Buning natijasida avtomobillarning yeyilishi jarayoni tezlashadi. Iqlim sharoiti havo harorati, barometrik bosim va namlik bilan ifodalanadi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududining yarmidan ko'prog'i sovuq mintaqali hisoblanib, bu jarayon past haroratli. Avtomobilning texnikaviy holatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Avtomobillarning bunday sharoitda ishlashi hamma agregat mexanizmlarni o'ta sovib ketishiga olib keladi. Buning natijasida sovuq
Avtomobillarning bunday sharoitda ishlashi hamma agregat mexanizmlarning o'ta sovib ketishiga olib keladi. Buning natijasida sovuq dvigatelni yurgizish qiyinlashadi. Sovutish tizimidagi suyuqlik muzlaydi. Akkumulyator batareyasi elektrolit o'ta soviydi. Avtomobilni haydash sifati ma'lum yo'l sharoitida haydash uslubini ifodalaydi. Avtomobilni haydashning quyidagi usullari mavjud. Beixtiyor yoki harakat inertsiyasi bilan olg'a siljib haydash, to'siqlarsiz belgilangan tezlik bilan haydash va murakkab haydash. Avtomobillarni haydash usullarini kuzatish natijasida shuni ko'rsatadiki, to'siqlardan o'tib tezlatish uslubida haydash yonilg'i sarfini 5-6% tejayadi, ammo dvigatel detallarining aylanishi jadallashadi. Bunday usulda ilashish nuqtasi va uzatmalar ko'proq ishlaydi. Ikkinchi usulning kamchiligi shundan iboratki, nishab yo'ldan tushishda bevosita to'xtash ko'p marta tormozlanishlar natijasida bajariladi va dvigatelning yeyilishi ortadi. Avtomobil texnik holati o'zgarishi o'ziga xos qonunlar asosida ro'y beradi. Ular ishlash jarayoni bo'yicha texnik holatning o'zgarishi va tasodifiy ehtimollik qonuniyatlari hisoblanadi. Avtomobilning ishonchlilik ko'rsatkichlari murakkab hisoblanib, ular buzilmasdan ishlash, uzoq ishlashlik, ta'mirlashga moyillik va saqlanuvchanlik hisoblanadi. Buzilmasdan ishlash bu ma'lum vaqt yoki yurish yo'li davrida o'zining texnik holatini saqlab turishi demakdir. Uzoq ishlashlik bu avtomobillarni ma'lum vaqt kelguncha va texnik xizmat ko'rsatish, joriy ta'mirlash ishlari bajarilguncha texnik holatini saqlab turishi. Ta'mirga moyillik bu avtomobilni tekshiruv, nazorat, texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mir davrida buzilishlarini nazorat qilish va bartaraf etishga qulayligini, imkoniyatini va moyilligini bildiradi. Saqlanuvchanlik avtomobilni ishdan bo'sh yoki ishlash davrida o'zining texnik holatini saqlab turish demakdir. Texnik xizmat ko'rsatish sifati avtomobilning texnikaviy holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, texnik xizmat ko'rsatish sifati bilan avtomobil texnikaviy holati orasida uzviy bog'lanish bo'lib, o'z vaqtida texnik xizmat ko'rsatish hisobiga avtomobillardan unumli foydalanish oshadi. Avtomobil texnikaviy holatiga ta'mirlash sifatining ta'siri uni ishlatish jarayonida nosozliklar va buzilishlarning sodir bo'lish miqdori bilan ifodalanadi. Bugungi mavzumiz mana shulardan iborat. Keyingi darsgacha sizlar bilan xayrlashib qolamiz.